Salom hammaga. Bugun ajrashishni o'rgataman natal xaritada topishni. Ya'ni inson ajrashishga moyillik bormi? Albatta, bu konfiguratsiya hammada bo'lishi mumkin, lekin uni aktivatsiya bo'lishi va bo'lmasligi ham mumkin. Menda shu joylashuv bor ekan, Elnora opa men ajrashaman degan xulosa qilmaysiz. Bu faqat moyillikni bildiradi. Hammasi Xudoni qo'lida. Demak, natal xaritada odatda ajrashishni men ko'raman Veneradan. Venera qanaqa joylashgan, Venerani ahvoli va hokazo. Bu natal xaritada Venerani ahvolini ko'radigan bo'lsak, demak, Venera ascendentga qo'ngan, juda ham kuchli Venera birga bir qo'ngan. Demak, ascendentimizni ko'tariluvchi burjimizni bo'lyapti Saratonda. Bu ayolni ascendenti 28-darajada va Venerasi ham 28-darajada. Demak, bu ayol juda ham jozibasi kuchli ayol hisoblanadi. Odatda Venera ascendentga qo'shilgan bo'lsa yoki birinchi uyga tushgan bo'lsa, bu ayollar go'zalligi bilanmi, jozibasi bilanmi bir narsasi bilan tortadi insonlarni. Ajrashishga kelganda Venerani holatini ahamiyat bergan bo'lsangiz, Venera faqat bitta sayyora bilan aloqa qilyapti va uni aloqasi bo'lib turibdi qip-qizil. Bu bizning kvadrat aspektimiz. Mana chunki darajasi birga bir tushyapti. Bo'layotgan sayyora bilan aspekti bu Uran retrograd holatda tarozida. Demak, Venera Saratonda, Uran retrogradda 28-darajada Parizodda bir-biriga aspekt qilishyapti. Bu albatta ko'p astrologlardan, men ham o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda ajrashish joylashuvi deyman. Bu albatta bir dona ko'rsatkich, siz natal xaritadan boshqa ko'rsatkichlarni ham qidirishingiz kerak. Demak, bu insonni ta'riflaydigan bo'lsam, bu inson ajrashishga moyilligi juda ham yuqori. Keyin Uranimiz retrograd holatda tarozida kelganiga, tarozi bu turmush degani, 7-uy hukmdori hisoblanadi. Tarozilar munosabat bilan boshqariladi va 4-uyga tushganiga bu yerda oila masalasi ketyapti. Juda ham kuchli ko'rsatkich va Saraton odatda ko'paytiruvchi burjlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun saratonlarni masalan juda ham mehribon deymiz, hamdard deymiz, saxiy deymiz. Saxiylikning orqasida ko'p degan ma'noni ham olib kelamiz. Demak, bu ayol bir marta emas, demak, ko'p marta ajrashishi mumkin. Demak, tranzitdagi sayyorlarni ko'radigan bo'lsak, ehtimoli juda ham yuqori. Demak, agar bu ayolimizni kimligini ko'rsatadigan bo'lsam, albatta siz bilasiz, bu Angelina Jolining xaritasi. Haqiqatda Angelina Joli masalan ko'tariluvchi saratonlar odatda dumaloqroq, yumshoqroq shaklga ega bo'ladi. Yuzlarini oladigan bo'lsangiz, lablari do'rttagan, masalan, lablari do'rttagan, burnilari ham uncha qirrali emas, qanaqadir yumshoqroq shaklga ega, lekin tashqi ko'rinishini aytyapman, Venera Saratonda bo'lganiga. Va Uran bilan aloqa qilayotganiga natal xaritasi qaytamiz. Munosabatlar reski boshlanib, reski tugashi mumkin. Inson birdaniga sevib qoladi bu ayolni va birdaniga ajraladi. Uzoq muddatli munosabatlarni ko'rish uchun boshqa joylashuvlarni qarash kerak. Lekin biz bu joylashuvlarni shunday tahlil qilamiz. Demak, ajrashishga kelganda bitta ko'rsatkichlardan biri juda ham muhim birinchi o'rinda turadigan ko'rsatkich bu ayol kishining natal xaritasida, erkak kishida ham aytoliman bemalol Venera bilan Uranni kvadratda, ya'ni qizil chizig'i bo'lgani mana bunday holatda. Bir xillada Venera masalan Venera mana shu Uranga yonma-yon keladigan bo'lsa, bu ham ajrashish belgisilarini bildiradi bir xil holatda. Yoki qarama-qarshi turgan bo'lsa ham ajrashish belgisini bildiradi. Hatto ijobiy holat qilgan bo'lsa ham ajrashish belgisini bildirishi mumkin. Odatda ayollarda Venera va Uran
bitta ko'rishda sevib qoldim degan hislar beradi. Mana sizni natal xaritingizda shunaqa joylashuv mavjud bo'lsa, sizni insonni bitta ko'rib sevib qolishi mumkin yoki siz insonlarni bitta ko'rib yoqtirib qolishingiz mumkin. Demak, masalan, qarab yurish, masalan, vaqt ketkazish, shu qiz yaxshimi, yomon emasmi degan bo'lmaydi. Shundoq kuchli effekt beradi. Shundoq qaraydi-da erkak kishi, rostdan ham sevib qoldim deydi. Bundan tashqari Angelina Jolini oladigan bo'lsak ham, ko'p erkaklar haqiqatda nafaqat o'zini hayotida taniydigan, balkim butun dunyo bo'yicha taralgan go'zallik hisoblanadi Angelina Jolini va kinoda ham ko'rganlar yoqtirib qo'ygan Angelina Jolini ana shunaqa hislat beradi. Tushungan bo'lsanglar, bu ham ijobiy ishlashi mumkin, ham salbiy ishlashi mumkin-da. Ijobiy, ya'ni sizni erkaklar yaxshi ko'rib qoladi, sizga e'tibor beriladi, lekin minus tarafidan turmushingiz masalan tez boshlanib, tez tugashi mumkin. Insonga har xil kelishi mumkin. Demak, bundan tashqari saraton burjida bo'lganiga Venerasi bir martadan ko'proq turmush ham bitta va'da etilgan, chunki saraton saxiylik burji hisoblanadi. Albatta, natal xaritani bitta joylashuv bilan 100% aytolmayman. Shuning uchun turmush uyini qarash kerak, 4-uy ahvolini qarash kerak, boshqarilayotgan ascendentda oy momasiga qarash kerak, ahvoli uncha yaxshi emas. Chunki oy momasi Mars bilan qo'shilib kelyapti, bu ijobiy holat emas. Saturnning holatlarini qarash kerak. Demak, baribir natal xaritani umumiy tahlilini qarash kerak. Lekin yo'nalish olmoqchi bo'lsanglar, albatta bitta joyga qaraymiz. Qizil chiziqli narsalar insonning hayotida juda ham muhim burilish beradi. Ularning aktivatsiyasi odatda tranzit orqali bo'ladi. Shu tranzitlar ta'sir qilishi mumkin va boshqa ko'rsatkichlar ham bor. Ko'proq ma'lumotga ega bo'lsanglar, albatta YouTube kanalimga a'zo bo'linglar. Videolarni tashlab o'tiraman. Telegram kanalimda har doim har kungi tahlillar bor. U yerdan ham ko'p narsaga o'rgansangiz bo'ladi yoki kursimga yozilsanglar ham bo'ladi. Buning uchun Telegramda adminga murojaat qilasizlar va kursimga yozilishga taklif tashlaysizlar. Instagramim ham shu, hamma yoqda meni ayolnoma astronik orqali topasizlar. Shu bugungi temamiz shu. Xayr, yaxshi qolinglar.